Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sog' omon yursizlarmi? Bugungi syomkamiz bo'ladi Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani Hapta bozorini keldik. Hapta bozorini syomka etib chiqamiz do'stlar. Bugun bahorning 2-oyi 13-aprel haftaning bozor kuni. Valyuta kurslarini keladigan bo'lsak, dollar 285, rubl 145, Qozog'iston tangasi 25. Xudo xolasa shu yarmarkalar tushirib ketamiz, go'sht mahsulotlarini tushirib. Musofirda yurgan do'stlarim omon sog' kelgaysizlar. Ishlaringizga omad, oilangizning bag'rini omon sog' yetib kelgaysizlar. Maksimal darajada like'larni bosib, o'z fikrlaringizni kommentarlarda yozib qoldirasizlar, xudo xolasa. Abdozda o'tirar, bismillah, shu o'ng oyog'imdan boshlayveramiz. Shabbos dehqon bozori farmonlar yo'llab o'rsin. Benito Pilis Benito telefonda bilaveraman. Farmonlar. Yo'qmi? Kim edi? Sardazniki mi? Benito. Çıkış gerek. Ne şu bak. Ne şu like'ları bas. Proklası şuradan çıkardı. Salam yollaş niyetler yok mu? Kazakistan Rusya'ya. Adam bilan tayyorlamaymiz biz. Tak, Shabbos dehqon bozori, Turma, Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani. Shu yerga keldikmi axir? Go'shtlar chiqib ketamiz. Yaxshi ishlarga omad. Sog' bo'ling. Taksistlarga omad. Shu yerda taksistlar. Zagir qiyshiq bu yaxshi. Assalomu alaykum. Farmonlar. Go'shtlar qimmatlamadimi? Savdoga baraka. Aman emas, siz ayting go'shtni. 95 ming so'm. 95 ming so'm go'sht. Mas suyaklarni sho'rvolik. Ajoyib. Kesib beraveramiz. Bahasini ayting axir. Kelishib 50 mingmi, 60 mingmi? 75 mingdan 85 minggacha. 85 minggacha. Bovur. Bovur bu 90 dan beraman. Bu arzonroq bering Ko'p bovurni. bo'lsa arzon ham beraman. Shu qimmat deb turibdi-da bovurni. Yaxshi. Ijancha so'm? Ijan 110 ha? May? Ular 50 ming. 50 ming ya savdoga baraka. Nechadan o'chadinglar go'shtni? Assalomu farmonlar. Necha? 95 dan ana. Farmonlar. 95 ming so'm. Necha kilo go'sht? 95 dan ketib turibdi ana. Ajoyib. May necha so'm? May 50 ming. Assalomu alaykum farmonlar. Necha so'm ijan? Sen 115 ming. 115 ming so'm. 95 dan go'sht ha? 600 lira o'gitcha. Mana o'gitchami shu? Ha, o'gitcha? O'gizning go'shi. Ha, zo'r. Assalomu alaykum farmonlar. Tovuqlar necha so'm bo'lgan ekan? Tovuqlarımız mesut tavuk 18 ming so'mdan. 18 ming ha? Manami? Mana mana necha? Bombakımız Ya. 15 ming so'mdan. Sarı mayga pishib turgan tovuqcha. Ha, şu. Bu go'shtlarni aytayotganim qani? Bu güçlerimiz 75'te. Pokistonlik ha? Pakistan. Qani kesib turgani bormi? O, shu yetib kesib chiqarib, satib beraversa. 75 dan. Klasi. Fazla geldi. Kalbasalar, meyeklerden mi aytıyorum? Kumlar. 38 bin sonra, 40 bin sonra, kumlar 2 bin sonra. Arzallaştırılan mahsulatlar da bunlar ha. Tuxum ming so'm ha? 10 bin sonra latıfı kaçtılar. Latuka qaytib berasiz. Yaxshi ishlaymiz yo'qlar. Bu yoqning egasi yo'q. Bular egasilarmi? Bular egasilar. Sınığı necha so'm sınığı? Hele. Maşlar 18 ming deydi. Loba 22 ming. Turib 3 ming. Levlagi 3 ming, kerem 3 ming. Makaron 9 ming. Guruch 7 ming ekan. Shunday. Geçir 2,5, piyaz 3 ming. Paxtayoq 17 ming 500. Kartoshka 4 ming. Onun bahası 200 ming. Balıkçı yok mu bugün balıkçı? Beşikler çürük beşiklerde. Assalomu alaykum. Farmon, amasınız mı? Selam. Sağ olasınız, amasınız üstlerime. Zaman yaşınız, yakamısınız. Beşiklerde aytın, siz kimi? Beşikler 350 bin son. Ya siz kimi? 350 bin beşikler. 250 ming. Hava. Songu Daha- modeller dese songu modellerden. Men misol aqtiqli bo'ldim. Hava. Mana shu beshikni olishim kerak, naqshli ekan.
Naqshli ko'ziga yaqib turibdi. So'nggi modalar shu. Shuni taxlab bering, komplekt desam, yovunchiq, povunchiq hammasi bilan tur bepan yotiraveradi. Mana shunday taxlab beramiz. Shuncha so'm bo'ladi. 700 ming so'm etib Mana beramiz. o'zlari bilan. Общий 700 ming so'm etib 700 ming so'm bo'ladi-da. Общий aptaveradi. Mana o'zlari yoyib, sachib, Qalagan turidan sap beramiz. taxlab beraverasiz. Taxlab beramiz. Kimning arzonroqlari necha so'm bo'ladi? Arzonroqlari 500, 600. 500-600 lar ham bor, ha? Yog'daylar. Yog'daylar ham bor. Telefon nomerni ayting. Telefon nomer 91dan 91dan 303 303 0102. 0002. Otingiz kim? Ahmet aka. Ahmet aka havolashuversa. Beshik, yopinchiq, hamma narsalari bor. Keniya nulans bor. Belanchagida bor, Belanchak shkafida bor. berveji hamma bor. bor. Yana nulans bor. Kerak 5 Ki adag'arolar ham bor ekan, ha? Arabalagan hamma narsasi. bor. Adag'aro hamma narsa bor ekan. Yaxshi. Rahmat, ishingizga rahmat. Yaxshi. Sog' bo'ling. Nonni tuxumda ayt. Gurpaga tashiman. Gurpaga. Bir narsa deyaq og'zimga. 1000 so'mmi? Senikimi? Ha, 1000 so'm. Birlermi? Yo'q, uy tovuqniki. Kurupni yo'q, ha? Boshqatdan da ko'nakasizda. Gurpaga tashiveraman. Ko'rasan. Yaxshi. Tak. Bir yoq yo'l turibdi, u dam olishmagan. Assalomu alaykum. Bunaqa burnini olib demdi ular. Burni shundan yo'l turibdi u. Keladi. Ha, endi kelami? Kech keladi. Ha, azonda sel-pal dam olib yetib keladi-da, xudo xolasa. Azonda kechroq keladigan. Bu yog'i Abbosning go'shtlari, xudo xolasa. Achaman Abbos. Abbos. Go'shtlarda ayt Abbos. Necha so'm go'sht? Kepti Abbos, qalay? Qarma, namoz o'qig'ana. Ayt go'shtlaring. Go'shtlar 95 ming so'm. 95 ming so'm go'sht, ha? May Maylar 55 ming so'm. 55 ming so'm maylari. Sho'rbalar Shekalar bilan 75 ming so'm. 75 tana. Buni kech boshlayapsizlarmi bozorda? Yaxshi, yaxshi ishlarga omad, yaxshi sog' bo'linglar. Go'shtning baholari ana shunday. Mayaklar 1000 so'm ekan bular. 1000 so'm bir mayak. Navatda aytavering, navatlarni 15 mi? ijtimoiy tarmoqqa chiqardi-da. 15 ming so'm navat. Mayaklarni? 1000 so'm. Mayaklar 1000 so'mga tushdi. 1200 deydi bu. Mana mayingiz 100 ming so'mmi? Voy. 100 ming so'm, ha? Shidrey deydi. Shimshka may. Manalarni? Ular ham bizda. Mana paxta maymi bu? Buncha so'm? Bu sal qimmatroq. Nima uchun qimmat u? Bizga 100. Paxta may bu, ha? Paxtaning mayi. Mana 110 ekan, ha? 5 litrlikmi? Buning may bu. Gap yo'q. Gap yo'q deydi. Paxta maymi bular? 110 ekan, ha? Analar 100 ekan. Shimshka may bu 100. Paxta may sal qimmatroq ekan, to'g'rimi? Paxta may to'ylarda ishlatadi-da balıqchilar. Yaxshi, savdongizga barak. Keyin ana pamperslar necha so'm? 2,5. 2,5 ha? Nima? Lalaku-mi? Lalaku. Agar blokka qancha so'mdan tushadi shu? 2dan. 2dan tushadi. Yaxshi savdongizga barak. Ana shunday informatsiya bizlarda. Blokkasan arzon tushadi, bloksiz qimmatroq. Yigitlar ham nima aytayaptilar? Necha so'm ekan pomidor? 30 badrang. Shunday bo'lgan, badrang pomidor. 30 badrang 12 badrang sal qaytibdi. Assalomu alaykum. Gulli aytayaptilar. Gulga qiziqadiganlar bir like bosib qo'ysa, buni olib. 15 ming, 200 Na kompyuterning elidan qo'yatag'immi? Kaktus 5000 so'm ha birov, ha? Bunalar ne? Tur podar ketadi. 200 ming ayol vaqti, erkak vaqti. Buni ko'tarib turib podar ketsa da bo'laveradi, ha? Eshitba, tur aparib. 200 mingmi? Ha, yaxshi savdongizga baraka. Gullar shunday baho. Endi bu yerda do'konlar bor, ilik. Mana yerda do'kon bor ekan, bahosini bilamiz bu ishdan. Nazorat tarazisi bor ekan buni. Agar qiladan kimdir samniyni aytsa, ana shunday o'lchasa bo'ladi. Shimi eshaymi bilamiz biroq buni. Terazi ko'ramiz, shimi eshib ko'ramiz hozir. Terazi ishlab turibdi. Kontrol terazi. Assalomu alaykum yigitlar, go'shtlar aytanglar. Go'shtlar necha so'm? Go'sht 110 ming. 110 ming so'm ekan go'sht. Ijon? Ijon 120 ming ekan, ana shunday baho. 110, 120. Короче, ko'cha ichkarida shunday bozorning ichida. Ko'chada 95 ming so'm go'sht. Qaysi go'sht mazali yeb o'tirganlar kommentariyga yozib beringlar. Ichkaridagi qimmat go'sht mazalimi? Sirtdagi arzon go'sht mazalimi? Yozib beringlar. Farqi bormi, yo'qmi? O'giz deb turibdi-da ichkaridagilarim. Farmajo'ra qalay? Necha so'm? Zag'aralar. Mana nonlarni
6000 5000 ha. Bu xonkilar necha so'm? Biri 3000 so'm ha. Bu xonkining. Yanağı to'ychilar, stolaychilar olsa arzon ko'proq qanchadan berasan bu? 2800 ha. Ha. Tugib sochilib ketmaydi-da. Yaxshi qiylar. Bo'ladi, yaxshi savdoga bor ekan. Menlar chiqonaga ekan, chiqonoqdan xabardan bo'laversa mana. Kalodosma bir narsa bor meni yerda. Yurganda xabardan bo'lasizlar. Oyoq qayrilib ketishi mumkin-da. Bozordan darvozaga kirganda o'ng qo'lda. Bu yerning yeglari yo'q. Jaslimbek 4 mi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomsizmi? Aytib bering tortlarda. Bunalar 80. 80 ming so'm ha? 75'ler 75-80 beraverasiz. Tug'an kuningiz bilan deb yozilibdi-da. 140 bunlar. Mana 140. Qaymoqlimi axir bu? Kaymaklı mı var? Çıkayım. Bunalar necha so'm beraver? Kesib berasizmi buni? Pishiriq boya. Necha so'm? 5 mindən bu ştuğu da bana. 5 ming so'mdan beraverasiz. Mana qizillarni 130'dan bular. 130 ming so'mdan ha? Yaxshi. Darozdan kirgan yerda 10 qo'lda ha? Yaxshi. Mentaylar necha bo'pti mentaylar? Daniel. Mentay. Qaysi? Mana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, harmonlar? Mentaylar jo'ra. 400 ming. Qalay, harma, Amazon'dan savdoga bor ekan. Mentaylar aytver. 36'dan bo'ldi menda. 36. Necha yedi o'zi? 300 ming bo'ldi. Ha, bir so'm tushdi. Buni yog'ini? Buni 40 ta. Rahmat. KFC. 40 ta. 25. 24 ham yurur. 40 tanma KFC oyoq qanotlar, shashikli. Oo, 40 ta. 40 ming so'm ha, bir klass ha. Besh beramiz. Da, bunalarni endi muzlab aytdim. 42 gram. Mana go'shtlarni yap Pokiston go'shti. Yana pastam shu. Buna neyden go'shti? Şuradan şu. Cizim. 80'den bular. 80 ha, bir klass ha. Buna nurlar fileler, Fililer 50'den bular. akaraçka. Şey yetiyor. Arkadaşım var 27. 27. 36. 36'lıgan var ha. Qaysi 36'lık o? Anlaşke. Ha, buna var. 20. Buna 27 ha. Bu yoq 36. Ha. Bankalar necha so'm? 35'ten familya. Shashik necha so'm? Şaşı 28. Tovuq chetdagi to'mboq. Bulmak 25'ten. To'mboq 25 dan ha. Mesela 28'den. To'ychilar qancha so'm buni? To'ychilarga. 25 danmi? Ko'proq olsa beribmi? O kaç veramiz? Telefon nomerini ayt. 90'dan. 858 0050. Jasurga havolashib berasizlar ha. Shashik 28 şu. 28. Mayıp kuni sezonu keldi hozir. O kaç 28. veramiz onu? 28 dan beraverasizlar ha. Yaxshi. Tortlaring mana tortlaring ham aytib ber. Buna necha so'm? 80'lik bu. 80 ming ha. Uqani? Bana 80'lik var. U kattalar necha Buna so'm? ulusu 150'lik. Ektor rengi var. Buna 140'lığı var mı? Ichkariga otlar u. Shitib qo'yish kerak. Bular 140. Bular 130. Qaymoqli qilib ber ha. Endi joylashtiradi. Qaymoqli ha. Ava, kaymaklı yiyimine garantiya yani. Bo'ladi. Yaxshi savdo qiladi. Buna pişirikler var mı? Ha, to'yga pishiriqlar ham bor ha. Ava, bunun kursogunu 4 mindən berəyiz. 4 min so'mdan, ha? 42'den alırlar. Bundan önce ücret onlara Muhammed Banitolar almalı. Millinin kısa. Bo'ladi. 16 mindən, 15 mindən. Zo'r. Yaxshi savdoga bor ekan. Nomerlar qoldirdik. Yaxshi. Assalomu alaykum. Bosh verdingizmi ishni? Harman. Mentay necha so'm? Mintala 38 ming so'm, 38. pangasiz 40 ming so'm. Buyog'ini? Pangasiz akam balıqlar. Kipsilarni? Kipsining bu kanatlar endi 42 ming so'm. Buna sen uyda bu? Kotlet 30 ming so'm. Tovuqmi? Tovuq kotlet var. Nechadan oladi? 3dan oladi? 6'dan atırız. Bu pishganmi bu? Yok, pişiririz. Ha, skоворodkada pishiradi bu ha? 6 şut olur. Ha, shunday. Qizni berib, yana ishdagilarga zo'rlab ha. Kipsi necha so'm? Kipsi 42 ming so'm. 42 mi? Akaratchi? 38 ming so'm, 28 ming so'm. Buna 28 ha? Buna 35 ming terlikler. Bankalar necha so'm buna banka? Ankara 35 ming, 38 ming. Mayonez buna? 15 ming so'm. Buna uqam Mayla 100 ming so'm, 120 ming. 100 ming 120 ming. Ikki oyam nuvda shimishka may 500 lik. 500 lik ha? Buna zaritalni? Zaytanda 25. Bu paxta may bu ha? Haftamay. Ha, 25 ming so'm ekan bu. Yine do'mboqlaringizdan ilk bahasini Endikilerde azıca necha bahasini bilib ketavering. 25'ten klası var. 25 ming so'm ha? Anlayıpımız 28. Shashik 28 ha? Kim bilan olgansiz? Pokiston Müşter bular 85 ming so'm. 85 ming. Fili, Fili 55'ten klası. ijallarni İnşallah 20 ming, 38, 45 ming so'm. Yarım 38, para 45 ha?
Toyçularga dastavkınız var mı yok mu? Bir dene, şeydene hemmesinden. Veremiz. Bu. Dastavka diyeyim. Dastavkınız var mı? Dastavka emek veremiz. Kişi görese. Telefon numarayı aytıp koyun onda. 90'dan 202 85 28. 85 28. Atınız kim edi? Şehzat. Şehzat Furqat degan xabarlashuversa, yaxshi savdanız var ekan, yaxshi. Yani shunday. To'y sezon keldi endi bundan buyog'ina. To'yda telefon nomeri netib xabarlashuversizlar. Ochkilarni бағасын bilik. Toplang, farmonlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ochka bosmasizlar? Chiqsam ekan shu ochkilar? Ha? 35'te. Mattıçılara gidetti ama mattı. Yavuşit burada. Vaditlilarga. 35-40'dan bir açka. Açkilarni bağı şunda. Eng zo'r necha so'm? Qaysi eng zo'r? Ko'raylik qani, birovini ko'raylik. Eng mushni. Prochni ko'raylik, eng prochni. 60'ta. Ana shularmi? Ha. 60 ekanda eng zo'r, ha? Eng arzon necha so'm? 35 ha? Yaxshi savdoga bor ekan. Bu yog'i chaqachuqlardan bir tushiramiz, xudo xolasa. Savdo etish kerak, savdo. Assalomu alaykum. Xotinlarim qalay? Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Namoz yetishami? Aytver. Bular 70 ming so'mdan. Bijene. Bijeneler abi. Otuna aytib berdi, avval. Sho'ramasi. Ha, sho'ri emas 70 dan. 70 Meyiz Reis bu 100 mingdan, bu 100 ming. 100 ming. Mana ikkovi 70 ming, bular 50 ming. Buraya 50 ming ha? Arzon 50 ming. Ha. Keyin mana o'zlarini O'z bu puli 85, bu 80. He. Buna 60. 60 tane. Buraya ne mana kristashki. Kristashga 120 beriladi. Ha, anavajni. Bu 75, 70 beriladi. To'ychilarga arzon berasizmi, ko'proq olsa? Arzon beriladi abi. Sizdan cho'zim sizda. Size 23. 25 ha? Bir klass 25 ming. Mana o'zlarini chaqilmagani 35 bu. o'zlar 35. Bunalarni Arası 50. bu 50. Bejenalaringni Cana 35 dan. sho'rincha so'm. 35 orada iyi. Sho'ri 35. Bir klassi 35. Kraslanmagani? 40 ming. Kraslanmagani? 40 mingdan ular. Kraslanmagan 40 ming. Buraya yeb qo'yamiz hozir. Zakonniy ekan mana ta'min. Yeni zo'r abi. Zo'r ekan yeydi. Telefon nomerni ayt. Telefon nomer 91'dan 858 0005. Ichkaridan u bor. İçkiye 40 verin. Ating kim edi? Cemşit. Jamshidga xabarlashaverasizlar. To'y boshlaganlar. Bismillah deb ichkarida ko'ramiz. Ichkaridan beri ko'p ekan mana 140 150 shu baholarmi axir? Oo. 180 200 ming so'm ham bor ekan a? Boshi boshqacha bo'lgan o'bir ekan. 230 ham bormi? En kımbatan şu abi. Voy ta boshir o. Nereden keladi ekan bu? Semarkand istixonlik Voy voy ekan. Tabii be krasik. Eng arzoni 50 ming ekanda. En azından 50 abi. 50 mingdan boshlanib 230 minggacha kishimish ekan. Bu bir bor ekan. To'yga nuni olib turibdilar to'ychilar asosan. 100 ming. Badam. Qaysi u badam? Beklar badam. Ya mana vaziyat ketadi to'yga. Shu to'yda shu vaziyat ko'p ketadi. Badam. Fisaşlardan tuttular. Kristashga necha? Bu 160 ming klasi. Abi Turetski. Bular Turetski. İran. Ne, İran. O 120 verirlerdi. 120 beriladi, ha? Evet. Ya. Bunu 150 verirlerdi. To'ychilar kelsa 130 arzonroq beriladi. kestirib beraversan qo'y. Kaç verirlerdi abi. Telefon nomerini aytdik. Ki bunday ejlaring ham bor ekan to'yxonalarga, salfetkalar bor ekan, ha? Verirlerdi. Arzon kestirib beraversan. Bunda salatlarga, ha? Pripirovalar ham shu yerdan bitadi ekanda. Telefonu yer var abi. Hamma narsa bor ekan. Sous mana u narsalar bunalar. Suriye var. Soyalar ular, ha? Salat. Telefon nomerini aytdik, ha? Ating kim degan edi? Cemşit. Jamshidga xabarlashaverasizlar. Ana shunday. Orientirda keladigan bo'lsak, Hepta bozordan kirganda 10 qo'lda da. 10 qo'lda do'konlar. 162-do'kon. Ana. 162-do'kon. Talcha o'tib ketamiz. Yaxshi, savdoga barakat.